Hop, mana u vannasini terilishi. Mana bas qo'yib turaylik. Vannani qanot teriladi. Har bitta oyog'ini mana shu joyidan, mana ichidan emas, aynan emas. Mana shudan, mana shu joyidan o'lchaman. O'lchab turib, mana necha ko'rsatyapti. Qirq 9 ko'rsatyapti. Hamma yo'q, o'sha 49 ga to'g'ri kelishi kerak hamma. 9 9 Hamda 49 349. Orqa oyoqlar ham shu ahvol. 49. Shunda oxirgi oyog'imiz ham 49. Oldi oyoqlarga nisbatan orqadagi ikkita oyoq sal pastroq bo'ladi nisbatan. Yarim sentga ham bormaydi, bir 3 milli pastroq bo'ladi. Endi mana oyog'imda kirgan mana o'zi qotgan. Mana temirni kirgizganmiz, mana splashni yoqdan chiqqan. Mana yarimta. Mana qotmagan, aqabaga borib keladi. Qatirganga qatiribdi. Mana shularni qatirib olish kerak edi. Mana samara yozib turib, hammasi har xil bo'ladi. Hozir bunisi shunaqa. Qatirib qo'yamiz. Yaqinlashib o'tadi. Xullas har bittasini mendan, manadan, o'nidan, manadan, aydan qatirib qo'yiladi. Mana shunday qilinadi. Hop, keyin plastiksasi bor hozir. Mana farqini bilasizsiz. Endi hammasi har xil bo'ladi, ochig'ini aytay. Hozir bu Aquabarrik Xitoy firmasiniki. Если что, mana shunaqa narsa chiqsa, unga men bu narsani kirgizib qo'ydim. Bo'lgan aytimda nima qilinadi, menga farqi tushadi. Просто farqini qisib tushib qoladi. Olib qo'yishga oson. Mana bu narsa. Ko'rdingmi? Mana shunday. Mana bu yerga chiqaramiz. Mana shuni kirgizamiz. Tayyor. Xullas, hammasini shunday qilib kirgizib chiqiladi. Tomondan tushmasa yaxshi. Harakat qilmaydi. Tushmaganiga mana to'yda bir ursa. 11da ham. 11 orqasida turaman, mana to'yda yo'q mana. Tagini terilishi shu. Keyin hozir qotirib og'dargandan keyin mana bu narsani ham sifonni ham qatirib olish kerak. Ustiga narsa termasdan oldin, vannaning ustiga termasdan qotirib, chiroylab kilaylab olish kerak. Chiqib ketish joyini. Shu tagini terish masalasi mana shu. Mana shunday. Mana bular, mana bunday bo'ladi. Mana bu yerda pastida bitta bo'lib, mana yerda bitta bo'lib. Mana uni qotiradi, ushlab qoldim qattig'i. Endi mana bu kontrgayka deydi. Mana uni bo'shatib qo'ysangiz, hozir bo'shataman. Kontrgayka deydi. Kontrgayka bo'lmasa, mana liqillaydi, liqillayapti oyoqni. Bunda o'rnatib bo'lmaydi. Ustidan yiqilib tushadi. Mana o'shani naqsh hisobiga mana bu yerda kontrgayka bo'ladi va mana liqillamaydi. Mana shu narsa qo'yilishi shart. Bu tomonga mana farqi ushaydigan plastmassasini qo'yish shart. Mana u ikkalasini qatirib olinadi. Mana tagida buluti bor bundan. Mana bu bilan buni qisib ushlab olish kerak, mana qimirlamasligi uchun. Mana plastmassa vannani doim ikkita chekkasiga mana vannaning nimasi bilan tekis bo'ladi. Farqi bunday o'rnagandan keyin tagini qatirib qo'yiladi. Chitob orqaga borib kelmasligi uchun farqi. Shunday gaplar.